hamma mushak bir-biriga ulangan, o'shanga hamma mushak bilan ishlaymiz. Yiqayotganda qilib yuborsizlarmi, unda shu yerda ushlab turish kerak. Qoida bilan eslab qolinglar. Agar bitta mashq qilayotganinglarda boshqa joylar g'ijimlanib menga videosini yuboring. Qattiq cho'zishlar, qattiq kuchlatishlar. Agar teri juda ham yumshab osilib ketgan bo'lsa, kuchimizni bir balqib turamiz hozircha. Chunki bizning terimiz mana shu yuz yogasidan keyin bizning terimiz qalinlashadi, 1 millimetrga taranglashadi, qalinlashadi. O'sha qalinlashgandan keyin sal kuchni ko'proq ishlatsa bo'ladi. Men bir xil mashqlarni 3 balga emas, даже 5 balga qilaman. Chunki уже ancha taranglashib qolgan, что даже men limfodrenaj qilganimda oldin mana shu mana bunaqa qilib yig'ilib g'ijim bo'lardi. Hozir buni itarsam ham nima qilganda qanaqadir mana bunaqa qilib g'ijimlanayotgan bo'lsa, sekinroq qilamiz. Nomiga qilamiz. Bu